Assalomu alaykum. Biz birinchi darsni nimadan boshlash kerak? Talabalarimizga qanaqa dars beramiz? Shu to'g'risida ikki oz ma'lumot beramiz. Avvalon yozishlik uchun birinchi qalam tayyorlaymiz. Qalamni oddiy o'zimizda g'orov qamish, ajnabiy tilda bu bambuk deyiladi. Buni to'qoy qamishlaridan farqi shundaki, to'qoy qamishlari yumshoqroq bo'ladi, bu qattiqroq bo'ladi. Qattiqroq bo'ladi, anchaga ketadi. Dastlab 20-30 santimetrdan qirqib olamiz. Qirqib olgandan keyin unga uch chiqaramiz. Uch chiqariladi. Uch chiqargandan keyin bularni 2 mm, 3 mm, 5 mm har xil razmerda qirqib olamiz. Birinchi qirqib olinadi. Ikkinchi jarayon bu qamishni qanday ushlashlik, qanday yurgizishlik. Keyin qog'oz ham qog'ozga oddiy qog'ozdan ko'ra silliq qog'oz yaxshiroq bo'ladi. Silliq qog'ozga bir botirib olingan o'sha siyohimiz ko'proqqa ketadi agar silliqroq bo'lsa. Agar silliq bo'lmaydigan bo'lsa, bitta harf ketadigan. Buni o'rtasi ikkiga bo'linadi. Tushni saqlab qolishlik uchun lezva bilan bo'lamiz. Keyin shu alifdan boshlaymiz harflarni. Hammasini o'sha alifdan boshlanadi. Masalan, nas xatini oladigan bo'lsak, o'sha nuqtalardan boshlaymiz. Birinchi qanday harfni hammasini o'zini razmeri bor. Razmerda miqdorini olishlik uchun nuqta qo'yiladi. Masalan, 5 ta nuqta qo'ydim bu yerga. Hozir mana 5 ta nuqta qo'yib, mana alif mana shuncha bo'lish kerak. Buni miqdori. O'shandan yuqori ko'p ham bo'lib ketmaydi, kam ham bo'lib ketmaydi. Keyingi harfni davom ettiramiz. Masalan, B harfi bo'ladigan bo'lsa, B harfini davom ettiriladi. Birinchi qamish tayyorlash, buni ishlatish jarayonini qanday ushlash kerak, qanday tushga botirish kerak bo'ladi, hammasini o'rgatamiz birinchi shu shogirdlarimizga. Xo'p, ikkinchi jarayon terini ikki xil yo'li bor. Birinchi yasashlik. Buni bozordan echkini terisini olamiz. O'sha yangi so'yilgan echkilarni terisi bozorga tushadi. Bozordan biz sotib olamiz. Sotib olgandan keyin olib kelib uni o'zini o'sha ahakni chakki qilingan o'sha aligisi bo'ladi. Shunga chakkiga botirib qo'yamiz. 2-3 kun turgandan keyin bo'shaydi. Keyin bemalol mana junidan tozalash mumkin. Junidan mana shu silliq holatiga keladi. Undan keyin silliq holatiga kelib junidan tozalaganimizdan keyin uni bir kattaroq joyga mixlar bilan tortib qotirib qo'yamiz. Ikkinchisi yog'ochlarni tutdi, yog'ochlarini mana ko'ryapsiz, bu yerda har xil razmerga to'g'ri keladi. Bir kattasi bor, kichkinasi bor. Bundan kattalari ham bor. Men o'rta razmerini oldim hozir. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana 8 ta razmeri bor bu yerda. Ba'zilari kichkinaga xohlashadi, ba'zilari kattaroq xohlashadi. Ismlarini yozib berishlikni, bir yaxshi tilak istaklarni yozib berish xohlashadi. Mana shu kichkinasi mana shu. Buning uchun tut yog'ochini olib, buni rangga kraskalaymiz. Kraskalab, kraskalar qurigandan keyin boyagi boshlangan terilarni qirqib olinadi, keyin bunga tortamiz mana shunday qilib. Tortilinadi. Keyin o'zini maxsus kanop iplari bor, bu kapron iplari bor. Kapron iplari bilan tortib atroflarini hammasini o'rtaga tushish kerak. Mana qarang, mana o'rtaga tushish kerak. Atrofdan masofalar hammasi bir xil bo'lishi kerak. Mix ishlatilmaydi. Kili ham ishlatilmaydi. Xo'p, buni o'zini maxsus charmlari bor. Charmlari bilan tortib, birinchi yog'och yasaladi. Yog'och yasalgandan keyin o'rtasiga keyin terlar tortiladi bunga.
Mana shu Chor Rossiyasi, mana revolyutsiya bo'lgandan keyin ko'pchiliklarda hujjatlari bo'lgan, davlatda hujjatlari bo'lgan, buni shajara deyiladi, shajara. 1924-yillarda shajaralar hammasi to'xtatilgan. Oxirgi shajarani tasdiqlab bergan amir Buxoro amiri bo'ladi. Buxoro amirini bizga shajarasini olib kelishadi. 100 yil oldin to'xtab qolgan shajaralar yozilgan. Shajara degani bu daraxt degani. Har bir, masalan, meni avlodim, meni otam Umar bo'lsa, Umarning otasi Ergashli otasi Rahmatni otasi Qoraboshni otasi Elmurod. Men 7 ta 8 ta bobomni bilaman. Mengacha 7 bo'layotgan bo'lsa 8 o'g'lim, 9-nabiram bo'ladi. Ana shu shajaralar bo'yicha ko'p menga kelishadi, shajaralarni yozib bering deb. Ba'zi bir kishilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan bo'lgan sayyidlar, xo'jalar ham kelishib, o'sha to'xtab qolgan shajaralarni o'sha davom ettirish, bir 4 ta 5 ta avlodlarni qo'shib berish iltimosini kelgan vaqtlarida ularga asosan mana bu Samarqand qog'oziga keyin mana shunaqa terilarni bundan ham kattalarini yasaymiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bundan ham kattaroq terilarni yasab, ularni yuqoridan masalan 37-chi, 38-chi, 40-chi avlodgacha shu boya avlodlarni yozib beramiz. Amir Temur bobomiz davrida to'xtagan shajaralarni shu o'zlari bilishadi. Endi 5-6 avlodni qo'shib, mana shu 30-chi, 40-chi avlodlargacha yozib beramiz. Ikkinchi faoliyatim shulardan iborat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.